Nima emish? Ergak partir. Tog'am esa pirpirlatadi. So'tray, mehriboncha. Menejerimiz xizmat safarida edilar. Shu uchun suhbatni o'zim olib boraman. Oldin o'zi nima ish qilgansizlar? Aka qishloqda nima ish bo'lsa, shuni qilaydim. Bratan, Saif faqat tog'asini ishini qilgan. Tog'ashunosda. Endi yigit kishiga 40 xunon oz deydi. Men luboy ishni qilganman. Sizlar tush. Ma'lumoting qanaqa o'zi? O'rta maxsus qishloq fermer xo'jaligi. Ximiya, biologiya, musiqa va san'at, jismon tarbiya va turizm, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash. Xullas, Vestministerствоni tugatganman, bratan. Sizlar tush. Nechta tilni bilasan? Ona tili? По-русски разговариваешь? Русская. Я русская, бабушка, помогите. Помогите, ну, у нас. Хорошо. 5 ta